Bilasizmi, bizga har doim mehr berib, o'zi bizdan dashnom eshitadigan bir inson bor. Bu inson onamiz. Biz yo'q edik, bizni yo'qdan bor qildi. Albatta Alloh izni bilan dunyoga keltirdi, lekin bir parcha go'sht edik. Bizni voyaga yetkazdi, oq yuvdi, oq taradi, o'zi yemadi va bizga berdi. Onamizni mehriga yetish uchun onamizni bir 5 yil avvalgi rasmiga bir qaraylik, bu hozirgi rasm. Onamiz qarayapti. O'rtoqlar, onalar qarayapti. Onani qadrini bilasizmi, qachon bilamiz? Onani qadrini ona ketadi, ona o'ladi, ona o'lgandan keyin bilinadi. Onani qadrini tiriklikda hech qachon yetmaymiz. Onamiz o'ladi, onamiz o'lgandan keyin u inson qadriga yetiladi. Onani qadrini onasi yo'q insonlardan so'rash kerak. Onani qadrini ular yaxshi bilishadi. Bir voqea bor. Musa alayhissalom bir kuni Alloh azza va jallani so'radi. Jannatdagi qo'shnim kim dedi. Alloh azza va jalla Musa alayhissalomga jannatdagi qo'shnisi kimligini bildirdi. Musa alayhissalom o'sha inson yoniga bordi. O'sha inson oddiygina bir go'sht sotuvchisi edi. Uni chetdan tomosha qildi. Oddiygina go'sht sotuvchi, go'sht sotdi, kun o'tdi. Ishini tugatdi. Ishini tugatgandan keyin uyiga qaytadi. O'sha sotuvchini, go'sht sotuvchisi yoniga Musa alayhissalom bordi. Men musofirman, maylimi sen uyingda bir kecha tunasam dedi. U inson rozi bo'ldi. Musa alayhissalom bilan o'sha sotuvchini uyiga borishdi. Uyiga kirishdi. Musa alayhissalom yoniga dasturxon tuzaldi. Uyda hech kim yo'q edi. O'sha uy egasi bir orada yo'q bo'lib qolardi, bir orada paydo bo'ldi. Musa alayhissalom ko'chada ko'rdiki, u insonni daraxtga tushirib bir savatda ichida bir qanaqadir bir mavjudotga o'xshagan bir narsaga u gapirdi, ovqat olib bordi, mehr ko'rsatdi. Yana ko'tarib qo'ydi. Yotishdi, ertalab bo'ldi. Ertalab turgandan keyin o'sha inson Musa alayhissalomga atrofiga yoz ne'matlar qo'ydi, yana yo'q bo'lib qoldi. Yana o'sha daraxt yondi, yana o'sha savatda yondi edi. Keyin Musa alayhissalom xayrlashayotgan paytda o'sha inson savatda yonida turuvdi, ya'ni savatni ko'tarishga tayyorgarlik ko'rayotdi. Musa alayhissalom qarasa, uning ichida bir odam yotardi, ya'ni ona, qarib qo'ygan bir ona. Keyin uni ko'tardi, ko'chaga chiqdi. Musa alayhissalom aytdiki, savatdagi kim? Uy egasi aytdi, u onam. Onam bo'ladi. Nega u savat ichida? Uyda yotsa, uyda ya'ni u dimiqib ketadi, shikast yetmasin deb toza havoda har xil zarar kunlardan saqlash uchun shuni savatga solib qo'ydim. Uylanmadim. Nega? Chunki onamga o'sha uylangan ayolim ozor bermasin. Men uchun bitta inson, bitta ayol bu onam bo'lsin dedi. Keyin savol berdi Musa alayhissalom. Onang kelayotgan paytda sen ushab turdi, onang senga nima dedi dedi. O'sha bola Musa alayhissalomga aytdiki, onam qo'lini ushlaydi, har kuni shunaqa. Jannatlarga kirgin, jannatlarda Musoga qo'shni bo'lgin deb aytadi dedi. Har kuni o'sha duo takrorlanadi. Musa alayhissalom boshqa yo'l ketdi, sotuvchini yo'lda. Hikoyadan nima xulosa chiqarsak bo'ladi? Musa alayhissalomning qo'shnisi oddiygina bir inson. Bir amali, ortiqcha amali yo'q edi. Oddiygina halol mehnati, lekin onasining duosi bilan o'sha inson jannatlarga kirdi. Jannatlarda kimsa Musa alayhissalomga qo'shni bo'lish darajasiga yetdi. Shuning uchun do'stlar, onamizni borda qadriga yetaylik, duolarni olaylik o'rtoqlar. Qo'ldan kelgancha bu dunyoda rozi qilaylik. Onani ko'nglini ko'tarish juda oson, arzimagan narsa bilan ko'ngli ko'tarilib ketadi. Lekin arzimagan narsa bilan tog'dek ko'ngli parcha-parcha bo'lib ketadi. Onamizni ko'nglini vayron qilmaylik. Borida tirikligida ular qadriga yetaylik. Roziligini olaylik va jannatlarni ular tirikligida yutib olaylik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hadis bordi. Onangga va undan keyin otangga yaxshilik qil, onamizga yaxshilik qilaylik.